Mana payvand qilingan uzum. Amakimda uzumiga payvand qilib berdim. Mana shu yerda 15 ta payvand qilingan. Ko'karmayapti shekilli O'ktamjon. Ko'rib qo'ygan deb nima qildi? Kelib ko'rsam 100% ko'kargan mana, 100%. Mana shu ko'k barg, yashil barg tagida kurtak rivojlanyapti. Bunda ham xuddi shunaqa, bunisida ham mana xuddi shunaqa. Mana bularda ham hammasida rivojlanyapti. Endi bu yerda bitta agrotexnik ish bor. Mana shunaqa chiqib turgan kurtaklarda qayrib olib tashlash kerak. O'sishga yo'l qo'ymaslik kerak. Mana bularni ham olib tashlash kerak. Tanada birorta o'sishga yo'l qo'ymaslik kerak. Mana qarang. Mana juda chiroyli bo'lib ko'karyapti. Mana tagida yana mayda nimalar, barglari rivojlanyapti. Mana shuni tagidagilar olib tashlash kerak. Bitta ham qoldirmaslik kerak. Faqat mana shu. Faqat shuni o'sishiga imkoniyat yaratish kerak mana. Bu ham 100% mana shularni olib tashlash kerak bo'ladi. Mana shu oraliqlardagini ham olib tashlash kerak. Faqat mana shuni o'sishiga shu salafanni yuqori tomondagi kurtaklarni o'sib rivojlanishiga sharoit yaratish kerak. Endi bu yerda ko'pchilik mamika salafan o'rayman, uni o'rash kerak, o'ramasa bo'lmaydi. Sen o'ramabsan shekilli. O'ktamjon shuncha ko'karmadimi? Endi yurolmaydi ko'proq bitta joyda o'tiradi. Shunga ilho bo'lib shunaqa dedi. Men hozir ko'rgani keldim buni. Qarasam juda ham yaxshi. Qarang, hammasi rivojlangan mana. Mana barglar mana shunaqa katta barg yo'q edi. Mana rivojlanyapti, o'syapti. Bu kafolat 100% kafolat. Bu yerda birorta o'smay qolganini ko'rmadim. Hammasi o'sishda davom etyapti. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Mana payvand qilingan uzumlarni nazoratdan o'tkazyapman. Mana shu yondan chiqqanlarni hammasini olib tashlash kerak. Xo'p, mana barglar rivojlanyapti. Bu degani ko'kargan, o'rnashgan ligidan dalolat beradi mana. Agar bu qurib, qovjirab qurib qolish kerak edi, agar ko'karmaganda mana. O'rnashgan bu. 100% o'rnashgan. Mana hamdilarni olib tashlash kerak. O'stirmaslik kerak, o'sishga yo'l qo'ymaslik kerak mana. Hammasi ko'karyapti. Mana ona tanada chiqayotgan yangi nodalarni, kurtaklarni olib tashlash kerak. Mana shuni e'tibor beringlar, mana bu ko'karyapti. Agar bu endi hali juda o'rnashgani yo'q, lekin mana bu asosiy tana. Asosiy tanadan chiqqanda bu kurtak, bu tez rivojlanib ketib, bunga oziqasiga xalaqit berib qoladi. Ya'ni oziqa ko'p miqdorda bunga ketib qoladi. Bunga qolmaydi oziqa. Shuning uchun buni olib tashlanadi. Bunday qilib olib tashlanadi. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa. Mana. Xo'p, kurtaklar hammasi yaxshi. Mana bu yerda mana barglar rivojlanishi, barg yorishni boshlab qoldimi? Mana qaranglar. Mana shuni ham olib tashlashimiz kerak. Nimagaki, mana ona tanadan chiqyapti. Bizga faqat mana shu kurtak kerak rivojlanish uchun. Mana kurtak. Bu kerak emas. Shuning uchun buni olib tashlash kerak mana. Bu ham rivojlanyapti, bunisi ham, hammasi rivojlanyapti. 100% rivojlanyapti. Amaki, siz hech xijolat bo'lmang. Amakim o'tiribdilar. Amaki, juda ham zo'r. 100% ko'karyapti. Yaxshi rivojlanyapti. Men o'zim tepaga chiqib, mana shularni ko'rishga jazm qildim. Aka, bexavotir
Xudo xolasa hammasi ko'karib, rivojlanib sizga hosil berib ketadi. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar.